Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun 1-iyul. Mana Go'jattakon bog'iga keldik. Mevalarimiz endi yaxshigina pishib kelyapti. Endi bir kuncha terimni ham boshlab qolamiz. Mana yoqlari ham yaxshi pishyapti. Juda ham bir ser hosilda bu. Mana pishmagan joylariga qaranglar, qanday hosil turibdi. Jillagan hosil. Mana mevalarimiz pishib kelyapti. Mana bu Go'jattakon mevalar deyarli barcha kasalliklarga to'g'ri kelyapti. Lekin mumkin emas degan joylari ham bor. Kimlarga? Mana qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga mumkin emas. Mana temperatura qilib turganda mumkin emas. 3 yoshdan pastki bolalarga mumkin emas. Homilador ayolga mumkin emas. Mana qonni suyultiruvchi dorilarga qo'shib iste'mol qilib yurish mumkin emas deyilgan. Atak keyin yana ta'mi yaxshi-da. O'sha uchun ham aytilganki, me'yordan ko'p iste'mol qilib qo'ymasin deb. Hozir mana pishib turgan mevasidan abitgacha bo'lgan vaqtga 10 dona iste'mol qilsa bo'ladi. Abitdan keyin kechgacha bo'lgan vaqtga 10 dona iste'mol qilsa bo'ladi. Quritilganidan 15 gram ertalab 15 gram abitga ovqatlanadi deyilgan. 150 gram suvga dimlab qo'yiladidan keyin ovqatdan bir 10-15 minut oldin iste'mol qilinadi, ichib yuboriladi. Qur o'zini yesa ham bo'laveradi quritilgan mevasini. Lekin mana qaynagan suvga dimlab ichilgani effekti yaxshi ekan. Sahar kasali deysizmi, davlina deysizmi, suyak yemirilishi deysizmi, jigar seryozi deysizmi. Hozirda mana tanadagi og'doqlarga ham iste'mol qilinyapti o'shandan. Effekt berib boshladi tanadagi og'doqlarga. Mana saharda iste'mol qilinadigan bo'lsa, qondagi qand miqdorini kamaytirib, insulin ishlab chiqishni yaxshilaydi degan. Agar men doimiy iste'mol qilib yurish uchun bir ikkita daraxtchasini ekib olib, doimiy iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, saharsiz bezovta qilmaydi. Saharga qo'shimcha dorilardan iste'mol qilyapmaysiz. Sizga tekin xizmat qilib beradi kelajakda nasib bo'lsa. Bir yo'lga qo'yib olsangiz. Ammo tarkibiga keladigan bo'lsak, 21 mikroelementlar bor: kalsiy, kaliy, magniy, sink, selen, yod, o'shandan germaniy degan elementlari bor. Bu elementlar mana tanadagi onkologik hujayralar rivojlanishiga yo'l qo'ymasliganda bloklab turar ekan. Keyin 18 ta aminokislotasi bor. 8 ta polisaxarid, 8 ta monosaxarid, 8 ta bikaratin. Vitaminlarga keladigan bo'lsak, vitamin 1, vitamin 2, vitamin 3, vitamin 6, vitamin 9, vitamin 12 vitaminlarigacha borda u. Keyin vitamin 12, keyin vitamin C, vitamin A, vitamin E vitaminlari bor. Mana bu B vitaminlar juda ham bir foydali inson tanasi uchun. Juda bir foydali vitaminlardan. Omega 3, omega 6 degan organik moddalar ham bor tarkibida. Mana shu xil mevalarning tan narxiga keladigan bo'lsak, kilosi 200 mingga to'g'ri kelyapti. Mana bu quritilgan mevalarimiz 550 mingdan 700 minggacha sotilyapti. Mana noyabr oylariga ko'chatlarimiz ham taq bo'ladi, 1 yillik ko'chatlar. Bu ko'chatlarimiz donasi 100 mingdan sotildi даже. O'sha uchun qiziqingizlar. Doim mahsulotni olgandan keyin yo ekkandan keyin doim qo'ng'iroqlashib turingizlar. Men sendan olib ekuvdim, mana holatga keldi. Hosil berdi, bermadi, birga ayta maslahatlashib, hosilni ham yo'lga qo'yamiz. Mana iste'mol qiladiganlar ham qo'ng'iroq qilsin. Mana saharga oluvdim. Suyak yemirilishiga oluvdim. Foydasi sezilmayapti.
bor, boshqa ham bir variantlari bor. Maslahatli yaxshida baribir. Maslahatlashib maqsadimiz shu elga xizmat qilish. O'sha uchun qiziqingizlar, qo'ng'iroq qilingizlar, so'rangizlar. Bu Samarqand viloyati Paxtash tumanida o'stirilyapti. Mana o'zim 6 yildan beri shug'ullanib kelyapman. Bir paytlar o'zimda ham sog'ligim netaydi. O'shani olib kelib Xitoyda Tibet o'lkasidan olib kelib o'stirib, rivojlantirdim. Mana Xudoga shukr, hozir hech nima bezovta qilmaydi. Hamma tomonlama yaxshi sog'ligim. Mana hozirda yovvoylari ham ko'payib ketdi. Yovvoylarni ham sotyapti. Ehtiyot bo'lingizlar, yovvoyisini ekib, ertamini rivojlantirib, chetga eksport qilaman deb, ekspertdan qaytib kelib o'tkazolmay, o'sha uchun bir qism hukumat biz ham ishonchsiz olingizlar. To'liq ma'lumot hammasini berib turaman men. Mana hosildorlarga keladigan bo'lsak, 1 yil davomida 13 marta hosil beradi deyilgan. Lekin bizda issiq o'lka bo'lgani uchunmi 13 martadan ham ko'p bo'lyapti hosilimiz. Dekabrda 15 tarigacha hosil beradi. Masalan, bugun mana iyul oyida, iyulni boshlanishiga o'sha hosilga kirdi. Oxiri dekabrda 15 tariga tugaydi. Barglari tushib ketgandan keyin ham hosil pishib kelaveradi. O'sha uchun qiziqingizlar, juda bir foydali narsa bu. Inson sog'lom yashash uchun, uzoq umr ko'rish uchun juda bir foydali. Buni doimiy iste'mol qilib yurgan odamda umuman kasallik ham bo'lmaydi, uzoq umr ko'radi. Chunki buni xanakilashtirgan tibetlik bir monah 252 yoshga kirgan. O'sha bizga qoldirib ketgan meros qilib. Gujit o'zi asli buni nomi Yagida Goji. Bizda Yagida Gojiga taqiq qo'yilgani uchun Gujitda.com deb nom berib sotyapmiz. Lekin tarkibi Yagida Goji. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Kasal bo'lmangizlar. Qiziqingizlar Gujitda.com mevalariga. Ayniqsa yosh katta onaxon, otaxonlar juda ham bir foydali sizlar uchun. Mayli, rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'lingizlar.